Assalamu alaikum qarindaşlar. Bugün yine ekranda görüşüp kaldık. Ma tünügünki ma Yaşar'ın ölçümü doğruluk leksiyerimni heli yaman emas köp kişiler anlaganda kıldı. Bu men hoş oldum bunundan. Çünkü bu matematika, fizika, kimya degende bu kesbi narsalarni anlaydigan kişilerin az çıkılganlığını bileme. Rahmet iş kılıp ama barmak çıkarıp koygunlarga rahmet. Çıkamıgan bolsaňlarmı men ayıplayman onu da hatırlayacağım bununla. Bu fakat men endi kançılık adam şunun kızıqıdı bir azrak bir mölçerlep bakmakçıman go şu başka nemem yok. Ama eğer anlaydıgan adamlar yok olsa YouTube'a çıkarıp koysam boldu derdik. Anlamdı, anlamamdı hazırca. Hem de bir materyal bulup kaldı ki anlaydıgan lastasta köpüydü. Onundan. Bugün çıkıştaki maksadım tünögün bir qerindişimiz ne aytı yaxşı bir sualını soraptı. Hem de o sualını soraşmına ait normal. O depto siz hem de Yaşar'ınki ölçümünü yani Yaşar perimetreden dok Yaşar aylanmasının uzunluğunu kandak hesaplaydıganlığını göstettiniz. Hem de Yaşar'ın ağırlığını mölçerligini olamdı degan sualını soraptı da. Bu yaxşı sual, muştaq suallarını soraş gerekçi. Hem de bu doğruluk azak izinip baktımca tünögün. Ben özümü bunun kızık kaldım. Ben burundum bunu oyluş bakmaktım. Hem de bu Yaşar'ın da bir naiti çoğun. Yaşar'ın ağırlığını tarazı silip ölçülü olmaydı. Çünkü kandak bunun ağırlığını kandak biliş gerek diyen nesne. Bunu izlep baksam ameliyatta bunu heli burunla. Yani şu 1798 yılda bunu şu alimler yani matematikler bunu hesaplap çıkıptı yani. O hesaplaş usulü nait addi iken. Bırak o addi usul ne yani aşı formülü keliş jaryanı insaniyetinin ki neçe min yıl tarih etipti bunu. Nurgun adamlar ameliyatı muştaq suallarını sorap bekiptiken şu. Ama Yaşar'daki narsalarni tarazı tatip yo başka usullardan onu ağırlığını mölçerleymiz. Biz özümüz yaşavatkan Yaşar'ınki ağırlığını qanday ölçeş gerek. Onundan çoğunqurlap qorganda mesela kainattaki planetlarning ağırlığını qanday mölçerlindi degan. Bu ameliyatta şu en dastlabda mavu Isaac Newton var. Newton mu bir matematik hem de fizikte okulganlar köpünce onu fizist deydi. Ameliyatta o matematik. O Newton özünü matematik dep qaraydı. Ben bir yazgan narsasini bir okugan vaqtida. O fizist ise hapıp kalıp degende. Nima üçün degende isimlari var. Newton'un ki başka qilgan ishlardan başka yana bir matematikada en mühim bir nima neticesi var da o neticesi nima degende diferensial ve integralning atısı dep qaraldı. Lekin öz vaqtida bu Newton şu integral, diferensial integral tushunchini o'ttirib qo'ygan chaqda Leibniz deb Fransiyalik yani bir matematik alim var. O matematik alimi öz aldığa bu çıkarıp degende o'xshash tushunchini chiqarib degan. Şunun ikkisi arasida bir önce ziddiyat talaş tartışlar bulup keyin bunu ikkisi teng tapqan degan xulasını çıkargan. Bunu hem de şu matematikden, fizik tarihinden azrak xabar var qarindaşlar bildi. Hem bu Newton'un öz vaqtida çıkargan bu kanunu men birden bir sizlarga ko'rsataman. Uni Newton'un tartish kuchi doğruluk kanuniyeti dep alay anda dep. Endi İngilizce'de Newton's
law of gravity deydi. Gravity degan mana tortish kuch. Tortish kuchi. Shu to'g'riliq nimasi bor. Bu yerda Newtonning ko'rsatgan bir formulasi bor. U formula Newtonning dastlab ko'rsatgan formuladan hamda keyingi men hozir ko'rsatmoqchi formuladan sal farq qilindi, lekin mana keyin endi buni Newton's law of gravity degan mana meyda mana. Mana F deganimiz kuchni ifodalaydi. G degan universal gravitational constant deganimiz turaqliq son. G degan bir turaqliq son. Mendeki M1 degan hamda mana ig'irlik deganni-chi hamda hozircha masildab oldim men. Ama uning sababi bor, bu yerda tushuntirmayman. M1ni bir sharninki ig'irligi deb qaraydigan bo'lsak, M2ni yana bir sharning ig'irligi deb belgilaydigan bo'lsak, undan bu R'ning kvadratiga bölündü. Ama shunday bir formula. Buni birdan turib ben yana tushuntirmay tafsilroq shu vaqtda aniqlashadi. Endi mushu formulani ishlatiblar, ma yer sharning ig'irligini mo'ljallab chiqqan u. Endi buni amaliyotda hozirgi mushu texnika bilan-chi amaliyotda mushu mana mening navramniki bir o'yinchig'i ig'irligini o'lchab, andin tortish kuchini o'lchab. Bundaq o'lchag'ichlar bor. G degan abayqa. Uni men yana ko'rsataman shunday. G degan mana turaqliqsan, u o'zgarmaydi, u basan. Mushlarni ishlatiblar. Endi biz mana sharninki ma sharning ig'irligini mo'ljallab chiqa olamiz. Uyda o'tirib chiqa olamiz. Shunday. Uni men birdan bir formulani ko'rsatgandan keyin o'zinglarni bir hisoblab ko'rib beqinglar. O'zinglar qayli qilinglar. Shu bu yerda mening deganimni anglamasdan, bu matematik uqumlarni bilish uchun shundaq o'zinglar qo'linglarda bor telefon orqali bir hisoblab ko'rib baqsanglar bilasizlar. Amaliyot men tunogim shu aqto'g'an materialda bir nihoyatda yaxshi bir videoni topdim. Şu videoni savolimga diqqat qilinglar. Şu videoda men ikki yerda xatolikni topdim. Adigan butun dunyoda tarqalib yurgan videochilar u. Ashningda ikki yerda xatolashib qoldi. Sizlar mana shu videoni ko'rib, ash xatolik nada? Mening ma leksiyarimni anglab bo'lganda shu xatolik nadaligini izlab beqinglar. Xatolikni topa olsam men tunogin dedim bu. Xatolikni tepish o'zi bir alaydilik bo'ldi-ku. Tunogin bir qayrindishimiz mening shu leksiya jarayonida yarim soatdak so'zladim, yarim soat jarayonida bir yerda bir xato ketib qolgan yerim tepdi. Men rahmat shuningga. Chin ko'nglimdan rahmat aytaman shu xatolikni topdi. Xatolikni topdi deganlik shuningga diqqat qildi deganlik bo'ldi. Endi keyin analiz var, shu qayrindishimiz balki analizlarninki bir alaydiligi nima deganda kishilarninkini o'z bet qabul qilish emas, kishilarning so'zlayotganligining ichidan xatolikni tepish, xatolikni topgandan keyin tushunganlikni bildirdi. Endi keyin birisi o'zininki mushu to'g'riliq intilish borligini bildirdi. Ash qayrindishimiz cho'qim o'zining ish o'rnidami mushundaq xususiyat bilan shu authority deymiz, authorityga qo'rqmasdan shular fikrni qo'yib kelish. Men Amerikadagi yerlarda bor-ku, fikr berganlarni yaxshi ko'rdim. Men masalan shirkatda uzun yil ishlab keldim. Men shirkatda mening xatoligim topilgan qadamlarni yaxshi ko'rman. Jib o'tirib, ya tushunmadimi? U bir nima o'ylayaptamdi, bilmaydiganlar men yaxshi ko'rmayman, u yerda o'tirib bir nima qo'lni ko'tarib savol so'raganlarni ana efendim mayeringiz xato bo'lib qoldi, to'g'rilab bering degan odamlarni men yaxshi ko'rmayman, haqiqatan yaxshi ko'rmayman. Shundoq savollarni so'rab turinglar to'xtamay. Men javob beramisan, boshqalar javob berdi. U hamma narsaning javobi bor emas, javob yo'q o'snin bo'pti. Ba'zi oddiy savollar uchun masalan mana alayli shu navramning kichikini to'p bilan men yasharninki ölçümünü tepkiralayman desem belki ishchindiq odamlar oz bo'ldi. Lekin siz o'ylab beqing, shu mushundaq narsa hukmlarni azroq tushungandan keyin bolalaringizni, navrilaringizni tarbiyalagan chog'da ashtaq narsa, bolalar degan ashtaq narsani so'rab qoldi-ku. Masalan, men kichik vaqtimda o'ylab baqsam, shu opam rahmatlik
Ma Yaşar degan dügrek oldu, top qo'xshash oldu degan bo'lsa, men ashad opamning keyini kirib so'ravergandim-da. Bu topdek turgan bo'lsa, bu aylanib kelib, menga kelganda bu tushib ketmamdi debchu. Hem vaqtlarda opamlar belki ularni bilmaydi huquqlarni. Bilmasligi mumkin ham bilishim mumkin uqmayman. Uni tushuntirolmaganda, bu yerda nima uchun bu Yaşar aylanib kelib, bu Yaşar aylanib kelib, to'yan kelganda nima ishga uchib ketmayman. Ben tünögün dedim, almadım da isib qo'yib olma degan, ya qarab qoldigan. Mayli, hozir men Amerikada turman, o'sha nima Yaponiyada turganlarmi, shu dal ta'tir tarafda, ular ma tarafda bo'lsa, men mayat tutsam, tushib ketmaydi, ularmi tushib ketmaydi. Nima gravitation degan narsa. Gravitation degan Newtonning abayman ko'rsatgan Newtonninki shu gravity qonuniyati din chiqqandan keyin shunday savollar javob berilgan. Xo'sh, bu quruq gaplar jiqib ketdi. Men to'g'ri sizlarga shu formulani ko'rsatay. Mening bayqamam, men ma'o nevramning kichik topni M1 deb olaman. Men Yaşarni M2 deb olaman. Ana bu yerda yana bir ikki miqdor borda biz bilish tegishli. O nima degandik, abayqa ri degan bor-ku. Ri degan mushu ikki jismninki ağırlığını bildirdi. O ikki jismning ağırlığını men Yaşarning ustida turgan bo'lg'achqa, endi men topninki radiosini endi o'ylashmasam bo'laverdi. Shu vaqtda men faqatla bu rini nim deb olaman deganda, men Yaşarning radiosi deb olaman. Elib endikina F bor-ku, F degan uni mo'lcharligi bo'ldigan son. Ma'ning eg'irligini tarozidan tortqini bo'ldi. F'ni mo'lcharligi shu vaqtda ma formuladagi ma miqdorlarning mana F'ni bilimiz. Ma abayman dedim, ma G degani gravitation deyli, gravitation'ni bilimiz. M1'ni bilimiz. R'ni bilimiz. Faqat bizni hisoblamoqchi bo'lganimiz bo'ldi, nima bo'ldi deganda M2 bo'ldi. M2ni mushu bizga ma'lum bo'lgan miqdorlar orqali formula asosida hisoblab chiqamiz. Ana abaq may formulani mega yana qaytadan bir ko'chirib qo'yay. F tang bo'ldi G M1 bilan M2 ning ko'paytmasi. Ama ya da mavi çekitme kompüter sayesinde işleyilganlar bildi, bu da köpeytmeni bildirdi. Hem de adet köpeytmeni bunda işletildi, hem de yazganda addilaştırıp kompüter sayesindekiler müştakilde yazımız. Bunun için oldu. Bir adım an depetey, mavi M1 biz bunun nimisini bilimiz. Mesela abay ben gösterken topnunki eğerleri. Ya M1 hem de şu bir kichik topning eg'irligi deydi, mana ma'ni kichik topning eg'irligi deydi. Nima? M2ni biz ma Yaşarninki eg'irligi. Weight of the earth deydi, Yaşarning eg'irligi. Yaşarning eg'irligi. Buni biz bilmaymiz, bu savol qo'yilgan narsa. Yani bu yerda G'ni bilamiz. G nimaga teng bo'ldi deganda G 6,67. Ondan bunu köpeytimiz. Onun minus 11. derecesi. Bununki bir nimesi var, birliği var, bunu Newton deydi bu birlikle. Bir yerde bu birlik falan çattığımız olsun. Uşu olsun. Bu birliklik. Hem de yeni kaysı birliklik degende mavi F'ni. F degende tartış gücü. Bu force of gravitation deydi. Şu vaqtda bu force of gravitation buni mo'lcharligini bo'ldigan, ya'ni o'lchashga bo'ldigan bir son. Buni pen texnik buyumlari sotilgan do'konlarda setuvag'ini oldu. Ashtaq bir taroziga o'xshab ketgan narsa, u shu tortish kuchini
nima qiladigan narsa. Buni mi bilimiz deb alaydi. Buni bilimiz. Endin yana Ri'ni bilimiz. Ri'ni men bay deb o'tdim-ku. Ri'ni biz mana Yasharninki radiosi. Radiosini deb alsak vaqtda Yasharning radiosi bizga bildigan nuqta nima deganda 6371 kilometr. Buni mi bilimiz? Bizning faqatli bilmaydigan narsamiz nima deganda biz ma'lum bo'lgan miqdorlar, ya'ni M, G, F, R orqali biz ma'lum M2, ya'ni Yasharning eg'irligini bilmoqchi. Shu vaqtda ma formula keladigan bo'lsa, bu oddiy matematika keltirish usuli bo'yicha. Masalan, ikki tarafga biz R'ning kvadratini ikki taraf ko'paytsak, ko'paytimiz oldi bilan shu vaqtda R kvadrat qisqartildi. Endin G'ni ikki tarafga bo'limiz, G qisqartildi. Endiki M1 ni ikki tarafga bo'limiz. Shu vaqtda ma tarafdagi M1 qisqartildi. Shu vaqtda bu formula nimaga teng bo'ldi deganda, bu vaqtida M2, ya'ni Yasharninki eg'irligi teng bo'ldi F bilan Ri kvadratni ko'paytmisi. Buni bo'limiz G bilan M1ninki ko'paytmisi. Mana men ko'rdinglarmi? F bizga ma'lum bo'lgan son, Ri bizga ma'lum bo'lgan son, G ma'lum bo'lgan son, M1 ma'lum bo'lgan son, shu vaqtda M2 ni o'sha orqali hisoblab chiqamiz. Bu taxminan nimaga teng bo'ldi deganda, buni men mana kalkulyatorga silib hisoblab chiqqandan keyin to'xtamlaydi bir son, hamma sonlar bor hozir meyda. M1'ning nimaga teng bo'lganini hisoblaymiz. Bu M1 degan, masalan siz ishlatgan to'pning eg'irligi. Men bu yerda ishlatgan to'pning eg'irligini Navramninki o'yinchiga emas, ma'lum bir to'pning eg'irligini 5 bütün %52 kilogram deb aldığım bolsak, şu vaqtida M1 mega bo'ldi, shu vaqt teng bo'ldi. Bularning bu sonlarni bir şeyga salimiz endi. Bu yerda salimiz, qani biroz tahrir qilib turinglar vaqtida. Qani vaqtida nima bo'ldi deganda, ma'lum o'lchamligini bo'ldi mana. Ma'lum o'lchamligini buni abayman deb aytdim. Buningki qiymati 5,4 Newton. Bunun teng bo'ldi. Shu vaqtida F 5,4 teng bo'ldi. 5,4. Endiki Ri deganimiz mayat qoldi. Rini biz kilometr bo'lgandan keyin bu buni ko'paytimiz. Men buni kvadratga ko'paytimiz. Endi bo'limiz G mana bu yerda turibdi 6 butun. Endi buni ko'paytimiz M1. M1 deganimiz xo'sh, mana ma'ni kalkulyator solgandan keyin biz qaysi qimmatga erishamiz deganda 5.78 bütün %78 buni ko'paytimiz 10'ning 24 derecesi. Mushunchalik kilogram eg'irligida. Mana yer sharninki yaşamaya gidiyor. Bunu o'rinliq qilmay, mushlarni o'zinglar kalkulyatorga silib hisoblab yaqinlar ma'lum chiqadi. Endi amaliyotda NASA'ning to'rbetiga kirib tekshiradigan bo'lsanglar, NASA'ning to'rbetida degan yer sharining eg'irligini masan bilan bergan.
Ma bu NASA'nınki. NASA'nın çıkargan ölçerimiz. Manın ola manınki farkı nayt kichik. Bugünkü leksiyariyamma mishagichi bo'lsin. Hamda eng oxirida bir Abi unutup kalgan bir narsani deb o'tay dedim. Ya'ni mana shu Newton'ninki law of gravity degan eng dastlabda 1687-yili o'ttirib qo'yilgan. Lekin u vaqtida bu hozirgi mukammal shaklda emas. Bu hozirgi ishlatayotgan Newton's law of gravity deganni shu Angliyaning bir olimi Henry Cavendish degan matematik buni to'liqlab chiqargan. Abay men ko'rsatgan formula shu Henry Cavendish'ninki ko'rsatgan formulasi shu orqali endi shu axlatlar, ya'ni 1798-yili bu yer sharininki ig'irligi shu formula bo'yicha hisoblangan. Shuningdan keyin boshqa planetlarninki ig'irligini shu vaqtida hisoblab chiqqan. Bu yerda mass bilan weight var o, ig'irlik bilan massninki farqi bor. U farq to'g'riliq men keyin bir vaqt chiqqan to'xtalman, bu yerda u to'g'riliq so'zlab shirmayman. Endi men bultu kitoblarni setib olgandim-ku, bu 3 kitap shu bir to'plam qilib chiqargan. Mana buningda mathematics deb topdi, inside mathematicsning ishchi deganlik gap. Bunun da bu 3 kitapninki birisi geometriyani tanıştırdı, yani birisi algebra bilan kalkulasni tanıştırdı ve üçüncüsü probability and statistics. Endi bu kitaplar o'qib chiqdimcha, nayt yaxshi yozilgan kitap ya. Bunun da şu abstrakt geometriya, kalkulus, endiki statistik uqumlarni shu graflar orqali, rasmlar orqali tarixleri arkalıkçı naitlik hikaye şeklinde qiziqarliq ishlab chiqqan kitap. Yani bunu men olgan chaqda bu $60 keldi. 60 bir tiyin kam $60, $59.99 tiyin ke. Bu qimmat emas hamda shunday 3 kitobni bir qo'yib qo'yib endi balla o'qamdi yoki o'zinglar, cho'nglar o'zinglar o'qisanlar bo'ldi. Bugungi leksiyarim mishagichi bo'lsin. Men abay ko'rsatgan bu nimalarni men ayrim yana chiqarib qo'yman. Shu yerdan ama aniq bo'lmagan sonlarni o'zinglar yana ko'rib olasizlar. Rahmat.